Xo'p, aytaylikki, misolimizda hajmi shunga teng bo'lgan muntazam to'rtburchakli piramidaga shar ichki chizilgan va sharga esa oktedr, ya'ni muntazam 8 yoq ichki chizilgan. Piramidaning yon qirrasi va asos tekisligi bilan 60 kirasi tashkil qiladigan bo'lsa, quyidagi shartlarning qiymatini toping deyapti. Xo'p, aynan mana bu shakldagi chizma. Xo'p, biz nima qilamiz? Xo'p, bizda avval hajm berilgan. Xo'p. Xo'p, davom etamiz. Masalan, hajm berilgan va 6 ko'paytirilgan ilzosda 7 plus 1 ning kubiga. Xo'p, ana endi aytaylikki, piramidaning yon qirralari asos tekisligi bilan 60 kirasi tashkil qilgan. Xo'p, bunda biz unga balandlik tushirib olamiz. Xo'p, mana bu balandlik tushirib oladigan bo'lsak va balandlik bilan bitta ixtiyor yon qirrani tutashtiramiz. Va bizda aytayaptiki, mana shu hosil bo'lgan burchagimiz 60 gradus ekan. Xo'p, ana endi bu balandlik bo'ladigan bo'lsa, asosi kvadratdan iborat va kvadratni, xo'p, mana bu uchidan bu yergacha bo'lgan masofamiz a taqsim ilzos 2 ga teng bo'lib qoladi. Kvadratda diagonali yarmiga. Ana endi buni h bilan a ni bog'lash uchun tangens teoremasini qo'llaymiz. Demak, bunda tangens 60 gradusimiz teng bo'ladi h taqsim a taqsim ilzos 2 ga. Bu yerdan h ni topadigan bo'lsak, tangens 60 gradus ilzos 3 ga teng, ilzos 3 ko'paygan a taqsim ilzos 2 degan son hosil bo'ladi. Demak, h'imizni a orqali ifodalab oldik. Xo'p, endi bu bizga nima kerak bo'ladi? Xo'p, hajm topish uchun quyidagi formulamiz bor. 1 taqsim 3 ko'paygan s asos ko'paygan h. Mana shundan foydalansak, 1 taqsim 3 ko'paygan asosimiz yuzasi a kvadrat va balandligimiz ilzosda 3a taqsim ilzosda 2 bo'lyapti. Teng 6 qavs ilzosda 7 plus 1 ning qavsi kubiga. Xo'p, endi soddalashtiramiz. A kvadratga a ko'paysa a ning kubi bo'ladi. Bu yerda ilzos 3 bilan 3 qisqarganda bunda ilzos 3 qolib ketib qoladi. Va ilzos 3 ga ilzos 3 ilzosda 6 bo'ladi. Taqsim ilzosda 6 barobar 6 ko'paygan ilzosda 7 plus 1 ning kubiga. Xo'p, ana endi soddalashtiramiz. A kub barobar buni o'ng tarafga proporsiya qiladigan bo'lsam, qarang. Bu 6 ni ilzos 6 ning kvadrati deb yozsam bo'ladi va 1 bilan ko'paytirsam ilzosda 6 ning kubi bo'lib qoladi. Qavsda ilzosda 7 plus 1 ning kubiga teng bo'ladi va bundan a ni topadigan bo'lsak, ilzosda 6 ko'paytirilgan ilzosda 7 plus 1 ekanligi kelib chiqadi. Mana biz a ni topib oldik. Bundan h ni topib olishimiz ham mumkin, lekin hozircha bizga h kerak emas. Xo'p, ana endi bizga quyidagicha formulamiz bor. Hajm topish uchun 1 taqsim 3 ko'paygan s to'la sirt ko'paygan radius degan formula bor. Demak, biz piramidani to'la sirtini topib olishimiz kerak. Uning uchun bizga yon yog'ining apofemasi kerak bo'ladi. Apofema nima edi yaxshilar? Apofemamiz yon yog'i balandligi. Bu yerdan bitta balandlik tushiradigan bo'lsam, mana shu balandlikni topishimiz kerak. Bu balandlikni markaz bilan tutashtirdim. Xo'p, markaz bilan tutashtirganim uchun bu yerdagi qiymatimiz a taqsim 2 bo'ladi. Bu L apofema. Bu uchun ham bitta Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Bu 90 gradus bo'lgani uchun. Demak, h kvadrat plus a kvadrat taqsim 4 barobar L ning kvadratiga teng. H'imiz bizda yuqorida berilganda, demak, uni kvadratda 3a kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Qo'shilgan a kvadrat taqsim 4 barobar L ning kvadratiga. Mahraj beradigan bo'lsak, bunga 2 tegadi. Shundan L kvadratning qiymati 7 ta a ning kvadrat taqsim 4 bo'lib, bundan L ning qiymati ilzosda 7a taqsim 2 ekanligi kelib chiqadi. Ana endi to'la sirt topib olamiz. To'la sirt formulasi, demak, asosining yuzasi a kvadrat, pilisaning yon sirti yuzasi 4 ta ichuvchidan iborat bo'lgani uchun 4 ko'paytirilgan. L taqsim 2 degan formulani topamiz. Shundan a kvadrat plus 2 ko'paytirilgan L o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuboramiz. Shunda ilzosda 7a ko'paygan a taqsim 2 bo'lib qoladi va ikkilar qisqarib ketsa, bu ikkalasi ko'paygan a ning kvadratdan beradi va a ning kvadratini tashqariga chiqarib yuborsak, ilzosda 7 plus 1 degan ifoda hosil bo'ladi. Mana bizda s to'laning qiymatini topib oldik. Bizda hajm ham bor, o'rnini qo'yib qo'yamiz endi. Xo'p, hajm 1 taqsim 3 ko'paytirilgan s to'la sirtimiz a kvadrat o'rniga mana ifodani kvadrat ko'tarib qo'yaman. 6 ko'paytirilgan ilzosda 7 plus 1 ning kvadrati ko'paytirilgan ilzosda 7 plus 1 ko'paygan radius teng bo'lagan 6 ilzosda 7 plus 1 ning kubiga. Endi mana bu kvadrat bilan bitta qisqarib, mana bu kub bilan qisqarib ketadi. 6 bilan 6 ham qisqarib ketadi. Shunda 1 taqsim 3 ko'paytirilgan r barobar 1 degan ifoda qolib, bundan r ning qiymati 3 ekanligi kelib chiqadi. Bu yoshlar sharning radiusi. Endi bizda bir-ikkidan so'ralgan shartlarni topamiz. Shartlarni topamiz. Birinchisida shart sirtini so'rayotgan edi. Demak, shart sirtini topib qo'yamiz. Bunda shartni
33 misolimizda sharni sirti S shar 4 pi r kvadrat degan formani topadigan bo'lsak, 4 ko'paygan pi ni qiymatini 3 deb oling degan, 3 ko'paygan 3 ning kvadrat. Shunda bu 12 kara 9 bo'lib, javobi 108 ekanligi kelib chiqadi. Demak, 33-misolimizning yechimi 108 degan javob bo'ladi. Bu C variantiga mos keladi. Endi aytdi, sharga oktedr ichki chizilgan. Xo'p, buni ham chizmasi bor edi. Mana, oktedr, ya'ni muntazam 8 yo'q. Ya'ni oktedr bilasizlar, hamma qirralari o'zaro teng bo'ladi. Ya'ni asosdagi qirra bilan yon tomondagi qirra ham o'zaro teng bo'ladi. Xo'p, ana endi bundan nima qilamiz? Markaz bilan tutashtiradigan bo'lsak, oktedr balandligini. Xo'p, oktedr balandligi sharning radiusiga teng bo'ladi. Demak, buni ham bu yoq bilan tutashtiramiz. Bu ham 3 ga teng, bu ham 3 ga teng. Ya'ni qaytaraman. Oktedrning balandligi h'imiz, h oktedr teng bo'ladi sharning radiusiga, ya'ni 3 ga teng bo'lib qoladi. Endi mana bu qirrasi 3 bo'lgani uchun 3 ildiz 2 degan qiymat chiqadi. Ya'ni bitta 8 yoqning qirrasi 3 ildiz 2 ga teng bo'lyapti. Buni a desak, a 3 ildiz 2 ga teng ekan. Ana endi bizdan oktedrda sirt so'rayotganda, oktedr sirti S to'la sirti muntazam uchburchak yuzasidan 8 ta bo'ladi. Muntazam uchburchak yuzasidan 8 ta bo'ladi. Demak, 8 ko'paytirilgan muntazam uchburchak yuzasi ildiz 3a kvadrat taqsim 4 formulasi orqali topiladi. Va shundan foydalanadigan bo'lsak, 2 ildiz 3 ko'paytirilgan a kvadrat, ya'ni bizda a ning qiymati 3 ildiz 2 bo'lgani uchun uni kvadrati 9 kara 2 bo'lib qoladi va bundan solib qo'ysak 36 ildiz 3 ekanligi kelib chiqadi. Bu aynan 34-misolimizda yechimi. Demak, 34-misolimizda yechimi 36 ildiz 3 bo'lar ekan. Xo'p, belgilab qo'yamiz. Bu javob bizda D variantiga mos keladi va bizdan so'ralgan sharting esa xo'p, oktedr hajmini so'rayapti. Demak, oktedr hajm topadigan bo'lsak, xo'p, ya'ni 35-misolimiz bo'ladi bu. 35-misolimiz oktedr hajmi. Oktedr hajmi ikkita piramidaning hajmiga mos keladi. Demak, 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 S asos ko'paygan h. 2 taqsim 3 ko'paygan asosning yuzasi a kvadrat bo'ladi. Demak, u 3 ildiz 2 ning kvadrati degani ko'paygan h. H'imiz bizda radiusga teng, ya'ni 3 ga teng. Hisoblab qo'yamiz. Bu 3 bilan bu 3 farq etsa, javobimiz 2 kara 18 va 36 degan javob kelib chiqadi. Hajmi 36 ga teng ekan. Xo'p, bu A javobga mos keladi. Demak, 33, 34 va 35-misollarimizda yechimi aynan shundan iborat.